Assalomu alaykum. Bugungi mavzumizda shu avtomobillar tuzilishi faniga tegishli bo'lgan Krivoship-Shatton mexanizmi haqida gaplashamiz. Ushbu mavzu bo'yicha oldin Krivoship-Shatton mexanizmi bo'yicha to'xtalib o'tishga to'g'ri keladi, ya'ni Krivoship-Shatton mexanizmining vazifasi bo'yicha. Bunda demak shuni aniqlab olishimiz kerakki, Krivoship-Shatton mexanizmi bu Porschening ilgarilama va qaytma harakatini tirsakli valda aylanma harakatga o'zgartirib berish uchun xizmat qiladi. Davom ettiradigan bo'lsak, demak Krivoship-Shatton mexanizmi demak bu asosiy mexanizm bo'lib, dvigatelning asosiy mexanizmi bo'lib, qolgan barcha harakatlanuvchi dvigatelda o'zida tegishli bo'lgan, dvigatelning o'zida joylashgan qolgan mexanizm va tizimlar shu tirsakli valdan o'z harakatini oladi. Bunda mana hozir suratda ko'rinib turibdi. Ya'niki ko'p silindrli dvigatel ko'rsatilgan. Bu Audi markasiga tegishli bo'lgan dvigatel. Yana shuni e'tiborga olish lozim bo'ladiki, to'g'ri, bu joyda murakkab dvigatel ko'rinishi kesimida aks etib turibdi. Bunda albatta har bitta silindrga ikkitadan kiritish va ikkitadan chiqarish klapanlari yaqqol ko'rinib turibdi. Bu misol tariqasida Krivoship-Shatton mexanizmi qanchalik katta vazifani ishni o'tashi aks ettirilgan. Davom etadigan bo'lsak, demak dvigatelni o'ziga qaytamiz. Demak, dvigatel asosan silindrlar bloki va silindrlar blokining kallagi hamda taglik, ya'ni poddon, silindrlar blokining tagligi, ya'ni ost qismida shunday idish bor, ya'ni dvigatelni moylash tizimiga tegishli bo'lgan qism deb hisoblasak ham bo'ladi va bu idishda dvigatelni moylash uchun lozim bo'lgan moy saqlanadi. Demak, ushbu suratda silindrlar blokini ko'ryapmiz, ya'ni V-simon dvigatel albatta va har qatorda 4 tadan silindr, demak 8 silindrli dvigatel aks etgan. Bu silindrlar blokida aynan shu Krivoship-Shatton mexanizmiga tegishli bo'lgan ba'zi bir elementlar mahkamlanadi, ya'ni joylashadi. Bu alohida ajratilgan o'sha suratning ichidagi element ko'rinib turibdi. Silindrni zichlovchi halqalari, uning ustki qismida o'z navbatida silindrlar blokining kallagi aks etyapti va silindrlar bloki bilan silindrlar blokining kallagini birga biriktirganda bunda zichlikka erishishga to'g'ri keladi va bu zichlikka erishish albatta maxsus qistirma orqali, ya'ni zichlovchi prokladka, ya'ni uplatnit qilish uchun, ya'ni germetikligini ta'minlash uchun. Chunki Porsche'ni yuqori chekka nuqtaga harakatlanganda yonish kamerasida hosil bo'lgan bosim tashqariga chiqib ketish kerak emas, ya'ni saqlanish kerak va yondirish svechalarini elektrod uchlari orasida paydo bo'lgan elektr zaryadlar natijasida uchqun, ya'ni elektr uchquni o'sha yonuvchi aralashmani alangalatganda bosim o'z navbatida o'zi bilan ko'tarilishni boshlaydi va bu bosim albatta tashqariga chiqmasdan Porsche'ni harakatga keltiruvchi kuchni yuzaga keltiradi. Davom etadigan bo'lsak, mana hozir biz ko'rib turibmiz, silindrlar blokining kallagi bu ikki taqsimlash valviga ega bo'lgan, ya'ni har silindrlarga ko'rinib turibdi albatta suratda 4 klapani bor, ya'niki ikkita kiritish klapani va ikkita chiqarish klapani bo'lgan 4 silindrli dvigatel blokining kallagi aks etgan. Bu yerda o'z navbatida ko'rinib turibdi, mana qora rangda chiqib turgan o'qlar, bu ikkita taqsimlash vali mavjud.
Navbatda tirsakli ko'rib turibmiz. O'sha kirvash shatun mexanizmining o'zagi bo'lib hisoblangan tirsakli va o'zak bo'yinlari va shatun bo'yinlari, shatunlar, porshin barmog'i va stopper halqalar, sirpanuvchi подшипник, ya'niki vkladish. Mana old qismida o'sha xrapovik aks etgan va shkiv mavjud. Shatun bo'yinlari, tirsakli valning o'zak bo'yinlari hammasi aks etgan va bu yerda kichkinagina bir kesim sifatida mana bu o'ng tarafda pastroqda o'sha tirsakli valning ichida moy yurish kanallari aks etgan. O'sha qirqimda ko'rinib turibdi. Bu albatta hozir bu suratdan shuni bilishimiz mumkinki, dvigatel mana shu tirsakli val o'rnatiladigan dvigatel bu V-simon dvigatel va 4 silindrli, demak har qatorda bo'lganda demak 8 silindrli dvigatel, V-simon dvigatel aks etgan. Bu suratda o'sha boya bundan oldingi suratni tasvirlab berganimiz kabi tirsakli val aks etyapti, to'g'ri, endi rangli ko'rinishda va yuqoriga qizil rangli tirsakli valni chizmasida, sxematik chizmasida shuni ko'rish mumkinki, mana bu ko'k bilan aylana chizg'i o'tgan, belgilangan, ya'ni ajratilgan ko'rinishdagi yo'laklar bu o'sha tirsakli valning ichida moy yurish kanallari, ya'ni yurish yo'llari aks etyapti. Ya'ni tirsakli valning ichida aynan shu shatun bo'yinlari, o'zak bo'yinlarida shunday tirqish bor. O'sha tirqishda aynan shu yo'l o'rnatilgan. Bu atayin qilinadigan maxsus o'sha tirqishlar. Bu tirqish orqali moy bosim ostida vkladishlarni orasiga kirib keladi va o'sha o'zak bo'yin bo'lsa o'zak bo'yin vkladishlarni, shatun bo'yin bo'lsa shatun bo'yin vkladishlarini moylash uchun xizmat qiladi. Ya'ni moylab turishi natijasida bu o'sha joydagi bir-biriga yuzalari tegib ishqalanuvchi detallarning o'rtasida ishqalanish koeffitsiyenti past darajaga, ya'ni 0 ga yaqinlashtiriladi va yeyilishni oldi olinadi. Bu esa o'z navbatida shu mexanizmning uzoqroq xizmat qilishini ta'minlab beradi. Endi mana chap tomonda yuqoriroq qismida ko'rinib turibdi shatun. Undan tashqari shatun yuqori qismida porshinning yuqori qismida porshin halqalari. Orada porshin barmog'ini ko'rdik. Demak, shatun tirsakli valga shatun bo'yniga mahkamlanadi. Orasida vkladish o'rnatiladi. 11-raqam bilan aks etgan, ya'ni sirpanuvchi podshipnik bu vkladish va shatunning yuqori qismida porshin va shatun porshin bilan porshin barmog'i orqali bir-biriga mahkamlanadi, biriktiriladi va porshinga halqalar kiydiriladi. Moy sidirish halqalari quyi qismida va yuqori qismida kompression halqalar. Endigi suratda ko'rib turibmizki, bu porshin aks etgan. Porshin to'g'ri, savol tug'ilishi mumkin, nima uchun shu darajada bo'yni past porshin? Ya'ni kichik hajmda ishlangan, ammo bu maxsus metalldan tayyorlangan bo'ladi va bugungi kunga kelib deyarli ko'pgina zamonaviy avtomobillarda porshinlar mana shu shaklga ega. Ya'ni porshin ozroq, ya'ni u yengil ishlangan va kichik hajmga ega bo'lgan, metall ham kamroq. Bu albatta avtomobilning tannarxiga ta'sir etadi. Ammo o'sha bajarish vazifasiga ko'ra u hech qanday farq qilmaydi. O'sha shatunga biriktirilishi, porshin barmog'i, halqalar va yana shuni aytish kerakki, dvigatelni hajmini kichikroq, ya'ni hajm sifatida hajmini kamaytirish maqsadida, dvigatelga ketadigan metallni kamaytirish maqsadida va dvigatelni ixchamroq qilish maqsadida
yonish kameralarini kichraytirish, porshenlarni kichraytirish, ya'ni porshen yo'lini hattoki kichraytirish va shunga o'xshash ishlar, tadbirlar qo'llanilib kelinmoqda. Bu yana qanday erishiladi? Masalan, yonish kamerasini alohida porshenning yuqori qismida joy qoldirmasdan, porshenning o'zida yonish kameralarini shakllantirish orqali o'sha porshenning yurish yo'li to'liqligicha saqlanib qolib kelinish oqibatida shu ko'rsatkichlarga erishiladi. Mana bu suratda biz aynan sxematik ko'rinishda chizmada ko'rib turibmiz. Bu Shaton hamda porshen va ularni bir-biriga biriktirish uchun porshen barmog'i mana ikki raqam bilan aks etgan. Birinchi raqam bu stopper halqasi, ya'ni porshen barmog'ini o'ng va chap tarafga sirpanib ketishini oldini olish maqsadida, ya'ni sirpanish natijasida u silindr yuzasiga tegishi mumkin va chizish ham mumkin. Ana shuni oldini olish maqsadida mana shu bir raqamni ostida stopper halqadan foydalaniladi va yuqorida ko'rib turibmiz moy sidirish halqalari va kompression halqalari. Moy sidirish halqalari albatta silindr yuzasiga sepilgan moyni sidirib tushish uchun xizmat qiladi. Kompression halqalar porshenning yuqori qismida hosil bo'lgan bosimni pastga o'tib ketishini oldini oladi, ya'ni kompressiyani saqlash maqsadida. Shatonning quyi qismida ko'rib turibmiz shaton bo'yni va sirpanuvchi podshipnikni, ya'ni vkladishni ko'ryapmiz. O'sha shaton shu shaton vkladishlari orqali tirsakli valning shaton bo'yniga mahkamlanadi. Va ikkinchi chizmada, ya'ni bu chizmada biz ko'rib turibmiz o'ng tarafda bu yig'ilgan ko'rinishdagi shaton va porshenning yig'ma holati aks etgan. Bu yerda albatta mana e'tibor bersangiz, porshenga yozib qo'ygan period deb, bu period ya'ni old tomoni deganni bildiradi va yig'ilish jarayonida mana shu taraf dvigatelning oldiga qarab o'rnatilishi kerak bo'ladi, lozim bo'ladi. Yandagi suratda dvigatelning tirsakli vali, ya'ni yengil avtomobil dvigatelning tirsakli vali aks etib turibdi. Ya'ni bunda mana hozir sanaymiz, tak 1 2 3 4 silindrli dvigatel ekan va o'zak bo'yinlar 1 2 3 4 ta o'zak bo'yni, 5 ta o'zak bo'yni bor. 1 2 3 4 5 ta o'zak bo'yin, 1 2 3 4 5 6 silindr ekan, uzr. 1 2 3 4 ta o'zak, 1 2 3 4 ta 4 silindrli dvigatelning tirsakli vali aks etgan va yana shuni e'tiborga olish kerak bo'ladiki, nima uchun asosan oldingi chizmalarda ham 4 silindrli dvigatellar yoki juft ko'rinishda 8 silindrli dvigatellar, mana hozir ham 4 silindrli dvigatelning tirsakli vali aks etib turibdi. Shu suratda nima uchun aynan shu 4 silindr deb tanlangan? Sababi shundaki, 4 silindrli dvigatelning optimalligi shundan iboratki, har bir silindrning ishi, ya'ni bir ish sikli 4 taktdan iborat va har bir takt o'z navbatida ma'lum bir vazifani bajaradi, ya'ni kiritish takti, qisish takti, ish jarayoni takti, ya'ni ish yo'li takti va chiqarish takti. Bu 4 ta takt, bu bitta ish sikli hisoblanadi, ya'ni o'sha silindrda to'liq bitta ish jarayoni o'tildi deb hisoblaymiz va bunda aynan ish yo'li takti bizga foyda keltiradigan takt. Qolgan 3 ta taktlar bu yordamchi taktlar hisoblanadi va shu yordamchi taktlarni bajarish uchun bizga qayerdandir quvvat, ya'ni kuch kerak, ya'ni shunda o'sha kuchni, quvvatni biz
boshqa silindrdan olamiz. Ya'ni boshqa silindrda aynan shu vaqtda yonish jarayoni, ya'ni ish yo'li takti amalga oshirilgan. Demakki, 4 ta silindr bo'lgandan keyin o'z-o'zidan ko'rinib turibdi. 4 tala silindrda navbatma-navbat, ya'ni silindrlarning ish tartibiga ko'ra silindrlarda yonish jarayoni sodir bo'lib, kengayish hisobiga, ya'ni ish yo'li takti hisobiga ular qolgan 3 ta boshqa silindrlarda kechayotgan 3 ta taktni bajarishni ta'minlab beradi. Shuning uchun ham bugungi kundagi dvigatellarda mana shu kabi 4 silindrli dvigatellar keng qo'llaniladi. Endi shuni aytish lozimki, bugungi kundagi avtomobillar turli tuman dvigatellar bilan jihozlangan, ya'ni bir qatorli, ko'p qatorli. Mana bu suratda aks etyapti, demak, A suratda bir qatorli dvigatellar, keyin ya'ni 4 silindrli, mana 4 ta silindr, Porsche, tirsakli val endi sxematik shaklda ko'rsatilgan va keyingisi bu ko'rsatilgan, ya'ni V-simon 6 silindrli, mana 3 tadan 2 qator bo'lganligi uchun 6 silindrli dvigatel va undan keyin oppozit, ya'ni gorizontal tekislikda joylashgan 4 silindrli dvigatel. Mana 2 ta silindr bir tarafga, 2 ta silindr bir tarafga. Bu 90 gradus burchak ostida joylashgan. Va undan tashqari yana mana VR dvigateli, ya'ni 6 silindrli dvigatel, ya'ni bu ham deyarli V-simon, lekin ularning orasidagi burchak kichik bo'lganligi uchun shunday nomlanadi. Va quyuq suratlarda biz ko'rib turibmiz 12 silindrli dvigatel mana chap tarafda D suratda aks etgan va Y suratda aks etgan dvigatel, ya'ni og'ish burchagi, ma'lum bir og'ish burchagiga ega bo'lgan, ya'ni W-simon dvigatellar aks etgan. Endi shuni aytish mumkinki, dvigatellar bugungi kunda anchagina o'zgarishga ega bo'lib bormoqda va dvigatellarning o'zgarishi albatta ma'lum bir talablarga mos kelish uchun ishlab chiqilmoqda va keyinchalik vaqt o'tishi bilan dvigatellarda kamroq yonuvchi aralashmani kamroq sarflagan holda yuqoriroq quvvatga, ya'ni ot kuchiga ega bo'lish maqsadida ba'zi bir o'zgarishlar kiritilmoqda. Ya'niki asosan qisish koeffitsiyentini oshirish yo'li bilan quvvatni oshirishga erishilmoqda. Ammo ya'ni bu koeffitsiyentni xohlagancha ham o'zgartirish bo'yicha hozir ishlar olib borilmoqda. Ba'zi bir avtomobillarda bu endi o'rtacha 10 raqamini ko'rsatkichni bildiradi, hattoki 8 dan boshlab 12 gacha deb hisoblaydigan bo'lsak, ayniqsa bu ko'rsatkich bugungi kunda dizel avtomobillarda yuqori saqlanmoqda. Ya'niki dizel yonilg'isini yonishi uchun ma'lum bir sharoit bo'lishi kerak, bu o'z-o'zidan ma'lum va o'sha sharoitni o'sha qisish koeffitsiyentining yuqori ko'rsatkichga ega bo'lishi ta'minlab beradi. Bugungi o'tilgan o'sha krivashupshatun mexanizmi haqidagi mavzumiz mana shulardan iborat edi. Bu albatta ichki yoni dvigatellarga tegishli bo'lgan krivashupshatun mexanizmi haqida gap bordi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi suhbatlarimizda mavzularimiz bo'yicha tushuntirishlarimizda, ma'ruzalarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.